İddiqut Uygurlarının cesur oğlanı Abdurrahman Muhiti. Abdurrahman Muhiti 1910 yılı Turpan Astani yezisining G'ojam Aldi mahallesida oldingi asrning oldingi yerimidagi mashhur Muhitilar jamoatining cho'ng o'g'li Musul Muhiti oilasida dunyoga kelgan. Musul hojining 3 o'g'li bor edi. Cho'ng o'g'li Qosimbay Muhiti ot kasbiga varislik qilgan dangliq boy bo'lib, Mahmud Muhitidan o'sh ololmagan Shingsay tarafidan 1938 yılı tutqun qilinib, 1940 yılı turmada o'ltirilgan edi. Abdurrahman Muhiti Musul hojining ikkinchi o'g'li edi. Yana bir o'g'li Abdurrahim Muhiti Shingsay jallatning turmasidan saq qutulgan bo'lsa-mu, lekin keyingi kompartiya banditlarining atalmış madaniyat zo'r inqilobi mezgilida xo'rliqqa uchrab 1972 yılı vafot bo'lgan edi. Abdurrahman eng dastlabda 1918 yildan 1924 yilgacha tag'isi Maqsud Muhiti yangi ochgan Ostonadagi Maqsudiya maktabida o'qigan. Keyincha 1924 yildan 1931 yilgacha maxsus oila o'qituvchisining tarbiyasida ilg'or fikrlik bir yosh bo'lib o'sib yetilgan. Shunlashqa uning qalbida nihoyatda kichik turibla vatanparvarlik va milliy ruh cho'nqur yiltiz tatgan edi. Bu jihatda u xuddi tag'isi Maqsud Muhitiga o'xshash o'z tangtushlaridan alohida farqlanib turadi. 1932 yili kuzda 22 yoshlik yosh yigit Abdurrahman Kaysar tağısı Maqsud Muhiti ve Qahraman Kenji tağısı General Mahmud Muhiti başçılıqida qo'zg'algan Milliy Mustaqillik inqilobiga qatnashgan. Boybasti ve qomati tağısını tatgan bu yigit 1932 yili 12 aydan 1933 yili 6 aygacha so'zilgan yarim yillik hayot mamatlik urushlarda o'zining pamparasti ve cesurluğuna tayinip tağısı Mahmud Muhiti'nin iftixarıga aylangan idi. 24 yaşga kirgan Abdurrahman Muhiti 1934 yılı 7 ayda öz tağısı Musul hoji Muhiti bilen kichik otisi Mahmud Muhiti ve jangovar Uyg'ur qo'shinlari bilen qadimiy shahar Qashqarga borgan. 1934 yılı 15 iyul Mahmud Muhiti General Leytenant harbiy unvoni bilan Qashqarni rasmiy o'tkazib olgan. General Mahmud Muhiti orzuliq jiyani Abdurrahmanni shu yili Sovet ittifoqiga o'qishga chiqaradigan tunji turkumdagi 8 nafar Uyg'ur yoshining biri sifatida Toshkentga avatgan. Abdurrahman Muhiti 1934 yili Toshkent shahridagi O'rta Osiyo universitetining ma'muriy huquq fakultetida 3 yil o'qib, 1937 yili yozda mazkur oliy maktabni a'lo natija bilan bitirgan. Baxtga qarshi Abdurrahman o'qish bitirgan yili yozda Qashqarda keskin o'zgarishlar yuz bergan. Abdurrahman Muhiti 1937 yili 7 oyda Toshkentdagi o'qishini tamomlab Cho'chak orqali Urumchiga qaytib kelgandila, ondan kichik dadisi va cho'ng dadisining Hindiston tarafga chiqib ketganligidan xabardor bo'lgan. 1938 yili 4 oyning 17 kuni Abdurrahman Muhiti Jallat Shingsay tarafidan turmaga tashlanib, toki 1944 yilning oxiriga kelguncha to'p-to'g'ri 6,5 yil qattiq qiyin qistoqqa ilingan. 1944 yılı 11 sentabr Jallat Shingsay Xitoyga yo'tkab ketilgandan keyin shu yilning oxirlari, ya'ni 21 dekabr kuni ondan turmadan qo'yib berilgan. U o'z yurti Ostonaga qaytib kelib, Ostona Uyg'ur aqartish uyushmasida xizmat qilgan. 1945 yili yozda Urumchini markaz qilgan İşgaliyatçı Gomindan hakimiyeti ilini merkez kılgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti tarafke
yaxshichaq bo'lish va 7 viloyatdagi avomning ko'nglini moyil qilish uchun Turpandagi Abdurahmon Muhitini Urumchiga taklif qilib xizmat bergan. Keyincha Moskvaning besimi bilan 1946-yili 1-oyning 2-kuni Gomindang taraf va Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vakillari orasida Urumchida 11 bitim imzolangan. 11 bitimning ro'yi bo'yicha Abdurahmon Muhiti 1946-yili 8-oyda Turpan nahiyalik hukumatning hokimligiga saylangan. Shunda qilib Abdurahmon Muhiti Uyg'ur yaqinqi zaman tarixidagi demokratik saylan bilan hokim bo'lgan tunji Uyg'ur amaldor bo'lib qolgan. Chunki Turpan xalqi Muhitilar jamoatini Turpanning hukmronlari sifatida allburun e'tirof qilib bo'lgan edi. Abdurahmon Muhiti Turpanga hokim bo'lgan mezgilda Gomindang ishg'olchilari bilan bo'shashmay tirkishib, Turpan xalqining haq-huquqlarini qo'g'digan. Keyincha u hokimlik mansibining yetarlik bo'lmaganligini his qilib, Turpandagi inqilobiy tashkilot Xalq inqilobiy partiyasini qurib chiqqan va uningga bir qo'lliq rahbarlik qilgan. 1947-yili 5-oyda 11 bitim bo'yicha tashkillangan birlashma hukumat yemirilgandan keyin Gomindang banditlari Abdurahmon Muhiti va boshqa yerlik amaldorlarni tozalash qasdida bo'lgan. Siyosiy sezgurligi kuchlik Abdurahmon dushmanning planini sezib qilib, dushmanga oldi bilan qo'l silishni qaror qilgan. Natijada u shu yili 12-iyul dushmanning o'zini qasdlash suiqasdini tarmar qilgandan keyin 3 kundak jiddiy urushga tayyorlik qilib 15-iyuldan toki 18-iyulgacha qurolliq inqilob qo'zg'ab Gomindangning Turpan bilan Qumul, Turpan bilan Tarim vodisidagi ishg'olchi kuchlarining Urumchi bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlagan. Bu qurolliq qo'zg'alangdan qattiq aloqazodi bo'lib ketgan Gomindang harbiy kativishi Sung Shilian va qo'rchoq amaldorlar darhol sharqda Qumul va Turpandagi, g'arbda Urumchidagi, janubda Qori shahar va Kuchardagi harbiy qismlarini jiddiy safarbar qilib 11 kech kunduz shiddatli urush qilibmi bu qo'zg'alongni bostira olmagan. Eng oxirda o'q dorilar tugab ketgan inqilobchilar o'z kuchini saqlab qolish uchun Ko'mish va Balg'untay tog' yo'llari orqali g'arbiy shimolga chekinib, shu yili 8-oyning 8-kuni hozirgi atalmish Xijing nahiyasiga qarashliq Yultuz yayloqlaridan halqib o'tib, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasi amaliy tizginlab turgan ozod joylarga salomat yetib borgan. Bir haftadan keyin Ahmadjon Qosimi Abdurahmonni alohida kutib olib, uning maydisiga qahramonlik medalini osgan. Shunda qilib soni o'zidan hassilab ko'p bo'lgan dushmanning qo'g'lab zarba berishini bichit qilgan 36 yoshlik bu qaysar yigit Maytog'dan Bo'rtulog'icha bo'lgan joylarda qahramonlik dostoni yozgan, Sopaxundan keyinki yana bir buyuk qahramonlik dostonini yozgan. U G'uljida turayotgan mezgilda Ahmadjon Qosimi qurib chiqqan siyosiy tashkilot ittifoqda muhim xizmatlarda bo'lgan. 1949-yilning oxiri Abdurahmon Muhiti sabdoshlari bilan birlikda Turpanga qaytib ketgan. 1950-yili atiyozdan 1951-yili kuzgacha uda davom qilgan Turpan Qumul qo'zg'alonchilari bostirilgandan keyin Abdurahmon Muhiti mazkur qo'zg'alonchilarning parda orqasidagi atamani deb qarilib, qattiq nazorat va taqib ostida yashashga majbur bo'lgan. 1955-yili 1-oktyabr atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni qurilgandan keyin Abdurahmon Muhitiga qartilgan taqib va nazoratni amaldan qoldirib 1956-yili u Xalq ishlar nazoratining noziri, siyosiy kengash kotibi, Milliy ishlar komiteti a'zosi, 1-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyining vakili, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq birlik sap bo'limining muavin boshlig'i, atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq partkomning hay'ati qatorliq vazifalarga tayinlangan. 1957-yili 9-oyning 3-kuni
Uyg'ur xalqining qahramon o'g'loni qisqig'ina hayotida ko'plagan qahramonlik dostonlarini yaratgan bosh egmas inqilobchi Abdurahmon Muhiti 47 yoshida Urumchida vafot bo'lgan.